Do'koningizda baqqollik qat-qat chiqaravermay, mauningdek mushundoq o'xshagan yangiliklarni chiqarib beqigan xaridorlar cho'qim yoqtirib berdi. Oilda qilishga mos keldi. Oldi bilan badanjiga 500 gram shakarni quyib, uning ustiga 15 tal tuxumni chiqib, dastlabda osti xudda oldirmay mangdirib, keyin tiz xudqa ilib, buni yaxshi holatda ko'ptiramiz. Tag'in ko'p yangiliklarni o'rganganlar bo'lsa, 177 99 55 40 34 ni qo'shish orqali unidagi jalsanglar bo'ldi. Tuxum to'liq ko'pgandan keyin andan to'rt undan 800 gram, kokofindan 50 gram, podafindan 15 gram, sodadan 10 gram silib, buni yana davomli mangdiramiz. Aralashib, unlari to'liq ko'rinmagan vaqtida andan 200 gram sumay bilan 100 gram sutni oldirmay qo'ysizlar. Mana mushundoq bir holatga kelgandan keyin aralashmamiz tayyor bo'ladi. Andan buni lisqa yetib olamiz. 170 da 170 qilib tanshab 25 minut atrofida pishirsanlar tayyor bo'ladi. Andan buningga shokoladli krem qaymoq tanshab, ustiga yong'oq besib, andan yong'oqning ustiga eritilgan qora shokoladni eqitib tushirib bilsanlar tayyor bo'ldi. Ta'mi ko'ngilga tegmaydi, intayin o'zgacha bo'lgan bir yangilik. Agar tag'in yaxshi bo'lgan mazmunlarni yaxshi o'rganishni xohlasanlar, undar qo'shilishni unutmanglar.